أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. İkincisi, ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. Üçüncüsü, رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين وجعل لي لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورثة جنة النعيم. صدق الله العظيم. Şu 3 ayet Qur'oni Karim yotoqxonada, spalniyda turishi mumkin emasmi? O'zi odoban, hurmat jihatidan Qur'oni Karim kitoblarni eng yuqorisida turadi. Ya'ni kitoblar taxlanganda birinchi tepaga Qur'oni Karim qo'yiladi. O'zi Qur'oni Karimni o'sha kitob javonida turishi maqsadga muvofiq, lekin yoki ayol deylik bomdodni o'qiganidan keyin yoki shom yoki xuftonni o'qigandan keyin o'zini xonasida, yotoqxonasida Qur'on o'qiydi. O'qiyversin. O'qib bo'lgandan keyin kitobni yuqoriroq o'sha xonasida spalniydagi bir teparoq joyga qo'yib qo'ydi. Qolib ketdi. Nima bo'ladi? Hech narsa bo'lmaydi. Joizmi turishi spalniyda? Joiz. Faqat Qur'onga nisbatan oyoq cho'zib, oyoq uzatib yoki Qur'oni Karimga nisbatan beodoblik qilmasligi shart qilinadi. Lekin umumiy suratda yotoqxonada yoki spalniyda Qur'oni Karimni turishligida hech qanday bir yomon narsa yo'q, azizlar.